Vazn yig'olmayotganlar uchun vazn yig'ayotgan vaqtda quruq mushak massasini ham ko'tarishda yordam beradigan maxsus qo'shimcha ozuqa Nuclear Nutrition brendining Atomic Mass Gaineri bir kunda iste'mol qilganingizda 60 grammdan protein, ya'ni oqsil iste'mol qilasiz. Tarkibida aynan o'shancha miqdorda bor. Har bir porsiyasida organizmni, mushaklaringizni tiklab beradigan bitsa 16 grammdan mavjud. Chidamlilik, kuch hamda energiya beruvchi kreatin monogidrat 5 grammdan 70 porsiya 7 kilogramm mahsulot 845 ming so'mga. Endi qisqacha qilib protein nima qilishi haqida aytib o'tib ketaman. Protein bu sizni mushaklaringizni rivojlantirishi, o'stirishi uchun hamda katabolizmga uchramasligi uchun himoya qilib turadigan oqsil hisoblanadi. Protein 16 gramm bitsa A tarkibida bor. Bu bitsani asosiy vazifasi bu chidamliligingizni oshirib, sizni aynan mushaklaringizni, organizmingizni tiklab beruvchi aminokislotalar jamlanmasi hisoblanadi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Tarkibini ham qancha miqdorda borligi mana bu yerda uglevodlari qancha miqdorda borligini ko'rishingiz mumkin.